Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana hozir ko'rib turibsizlar, ovozim eshitib turibsizlar, qanchalik ovozim olinganini. Men laringit bo'ldim. Hozir menga aktivator apparatini protsedurasini taklif qilishdi. Hozir shuni qilib ko'rmoqchimiz. Qani keyingi videoda kutib qolinglar, natijasini eshitasizlar. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Mana men so'z berganimday, bu mana ikkinchi video. Men o'tgan kuni aktivator bilan muolaja oldim. Menda laringit kuchli edi, bo'g'ilib qolgandim, ovozim yaxshi chiqmayotgandi. Bitta protseduradan keyin 3 soat, 4 soatdan keyin mana ovozim ochildi. Shu bilan laringit meni bezovta qilgani yo'q. Va ayniqsa ilgari laringit bo'lsa